Soat 3 dan o'tyapti. 11 dan beri o'ylab o'tiribman. Bu videoni chiqarsammikan, chiqazmasammikan, chiqarsam odamlar nima deydi, qanaqa ta'sir qiladi? Chiqazmasam nima bo'ladi? Chiqazmasam ko'nglim g'ash bo'lib qolib ketayotdi. Oldinlari hech ham bunaqa videoda gapirib chiqmaganmiz. Umuman bunaqa video olmaganmiz. Salkam 21 mingdan oshiq odam kuzatadi. Nahotki yordam berish qiyin bo'lsa, Farg'ona viloyati Beshariq tumanida 21 yoshli qiz yurak saratonidan qiynalib ketdi, akalar. Qisqa qilib aytaman, yordaminglar kerak. Bu videoni qanaqadir o'zim manfaat topishga olmayman. Shu videoni maksimalni tarqalishiga yordam beringlar. 10 ta 15 ta odam ko'rgani bilan hech nima o'zgarib qolmaydi. Kerakli odamga yetib borish kerak bu video. Kechagina video ko'rib qoldim-da Instagramda. Allohning izni bilan qasamcha men shu videoga like bosaman deb post qo'yib qo'yishgan. Shu videoni o'zi million prosmotr bo'lib yotdi-da. Akalar, unga like bosganinglar bilan hech nima o'zgarib qolmaydi yoki yo'da plus bo'lmaydi sizlarga. Mana sizlarga variant 1000 so'm bo'ladimi, 2000 so'm bo'ladimi, 5000 so'm bo'ladimi, ehson qilinglar. Akalar, bitta qizni hayotini asrab qolasizlar. Ota-onasi qon yig'layapti. Bu yoqda bo'lmasa, u yoqda plusinglar mana, akalar. Pastga karta qo'yib qo'yaman, telefon nomer qo'yib qo'yaman, telefon qilinglar, sharoitni bilinglar, ehsoninglar bo'lsa ehson qilinglar. Ehson qilishga sharoitingiz bo'lmagan taqdirda 1000 so'm, 2000 so'm pulingiz bo'lmagan taqdirda shu videoga bitta like bosib, repost qilib do'stlaringizga jo'natib yuboring. Kerakli odamga yetib borish kerak bu video. Siz aynan siz shu qizning hayotini saqlab qolishingiz mumkin.